Salom do'stlar, bu videoda Forex Pro brokeridan berilayotgan yangi aksiya 100% bonus hamda 15% cashback qanday olish, foydalanish to'g'risida ma'lumot beriladi. Agar savollaring yoki bo'lmasa tushunmagan joylaring bo'lsa, video opisaniyasi yoki bo'lmasa kommentariyada kerakli ma'lumotlar qoldiraman. Boshladik. Forex Pro brokeridan yangi aksiya. Aksiya hamma mijozlar uchun, ham yangi ro'yxatdan o'tayotganlar hamda doimiy foydalanib kelayotgan mijozlar foydalanishi mumkin. Yagona sharti yangi promo hisob ochish kerak. Aksiya vaqti chegaralangan 2-apreldan 31-maygacha davom etadi. Bonusga keladigan bo'lsak, yangi promo hisob ochganingizdan keyin birinchi depozitga 100% bonus, undan keyingi depozitlarga 50% bonus hamda har bir ochilgan сделка uchun sizga cashback to'lab beriladi. Bu aksiya davomida maksimal $5000 bonus olishingiz mumkin. Bonusni olishga keladigan bo'lsak, agar siz Forex Pro foydalanuvchisi bo'lsangiz, yangi hisob ochishga kirasiz, promo hisobini tanlab, aksiyadan to'liq foydalanishingiz mumkin. Agar siz Forex Pro brokerida yangi ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa broker to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, UzTrading saytidan foydalanishingiz mumkin. O'zingizga qulay platforma Google yoki Yandexdan UzTrading yozsangiz, sayt to'g'risida batafsil ma'lumotlar chiqadi. Saytda sizga kerak bo'lgan brokerlarga oid ma'lumotlar bor va to'g'ridan-to'g'ri sayt orqali hisobingizni ochishingiz mumkin. Forex Pro broker to'g'risida ma'lumotlar ko'rib chiqishingiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri hisob ochishga keladigan bo'lsa, o'zingiz elektron pochtangiz hamda shartlariga muvofiq yangi parol qo'yasiz. Shaxsiy ma'lumotlar to'ldirganingizdan keyin mana Forex Pro brokerda yangi ro'yxatdan o'tdik. Endi promo hisob ochish va hisobni to'ldirishga kelsak. Yangi ro'yxatdan o'tgan mijozlar uchun hisobni ochish открыть счет bo'limida sizda to'g'ridan-to'g'ri hisobni to'ldirib, aksiyadan foydalanishingiz mumkin. Endi hisobni to'ldirishga kelsak, promo hisob turmaydi. Nimagaki sizga avtomatik tarzda mana ro'yxatdan o'tishingizga yo'q MetaTrader 5 promo hisob ochilgan bo'ladi. Siz hech qanday qo'shimcha hisob ochmasdan to'g'ridan-to'g'ri hisobni to'ldirib, aksiyadan foydalanishingiz mumkin. Endi hisobni to'ldirishga kelsak, пополнить счет. Iloji boricha tavsiya qilgan bo'lardim Visa karta yoki Mastercarddan hisoblarni to'ldirishda. Undan keyingi holatlarda kriptovalyuta va albatta bizda ko'proq asosiy foydalanuvchilar lokalniy, ya'ni UzCard yoki Humo kartadan hisob to'ldirishadi. Forex Pro brokerida xohlagan uslubingizdan foydalanishingiz mumkin. Hisobni to'ldirish bo'yicha minimalniy depozit siz tanlaydigan hisobni to'ldirish uslubiga qarab $10 dan boshlab tepaga qarab ketaveradi. Misol uchun Visa va Mastercardda $10 bo'lsa, UzCard yoki Humoda minimalniy depozit 250 ming so'm. Faqat birinchi depozitga 100% bonus berilganligi uchun o'zingizni keyinchalik ishlashingizga qarab hisob to'ldirishingizni tavsiya qilaman. Keyingi hisob to'ldirishlaringizga 50% bonus beriladi xolos. 600 yuan yotqizsa $50 atrofida pul tushadi. Пополнить счет. Agar siz UzCard yoki Humo orqali hisobingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, boshqa bir insonni kartasiga pul o'tkazish orqali hisobingizni to'ldirasiz va qo'shimcha ma'lumot sifatida hamda har ehtimolga qarshi shu oynani skrinshotga olib saqlab qo'yishlarini tavsiya qilaman. Perevodni amalga oshirganingizdan keyin o'zingizni pul o'tkazgan kartangizni oxirgi 4 ta raqamini yozasiz hamda to'lov tugatilindi tugmasini bosasiz. Bu yerga to'lovni qilganingiz to'g'risida tasdiqlash uchun skrinshotni qoldirishingiz mumkin. Va mana ko'rib turganingizdek pul tushdi, tasdiqlandi. Asosiy sahifaga qaytamiz. $50 80 sentga to'ldirdim. Balansda mana $101 turibdi. 100% bonus ishlayapti. Maksimal olishingiz mumkin bo'lgan bonus summasi $5000 Plus dальнейший har bitta сделкаga 15% gacha rebate olishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqa brokerlarda ham shu va shunga o'xshagan aksiyalar davom etyapti. Raw Forex, A-Market, XM, qo'shimcha cashback hamda rebate'lar, shu va boshqa aksiyalar davom etyapti. Agar xohlasangiz, boshqa brokerlarda ham bo'layotgan aksiyalar to'g'risida alohida video qilishim mumkin. Forex Pro'da yoki boshqa brokerda bonusni olayotganda, ro'yxatdan o'tayotganda yoki bo'lmasa texnik muammo bo'lsa, savol qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa veb-saytda yordam bo'limida yoki bo'lmasa onlayn chatda o'z savolingizni qoldirishingiz mumkin. Savdolaringizga omad, sog' bo'linglar.